E'tibor markazinglarni Shayxontohur tumani Huvaydo mahallasiga qaratamiz. Qadrdonlar, 4 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu yangi patkulch uyi bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlar videoga like bosib qo'ysanglar, men video davomida narxini ham aytaman. Endi yerimizning razmerini ham aytib o'taylik. Kengligi 10 metr, uzunligi 40 metr ekan, lekin juda ideal hovli tushibdi. Mana bu hovlisi ham rosa katta ekan. Shaxsan o'zimga yoqdi. Agar sizlarga ham yoqayotgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Biz kiraverishidan boshlab har doimgidek ko'rsatishni boshlaymiz. Uyimizga kirib kelish kattagina darvozaxonamiz, naves ostida, naveslarni patologiyaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, alikafollardan foydalanilgan va devorlarimizning so'kil qismiga qimmat granit toshlardan foydalanilgan. Endi uyga kirib kelarkanmiz, chap tarafda bitta xona qilingan, rakvinasi plus o'zining hojatxonasi. Bu juda ham zo'r mehmonlarga yoki kimdir kirib qolsa, bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi elektromobil uchun bu yoqda 380 voltga kabellar ham qoldirib ketilgan. Bemalol bu yoqqa o'zingizlarning stansiyalarni qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Endi chap tarafga o'tamiz. Bu yoqdagi navbatdagi navesimizning ostida juda ham ko'rkam, hamma sharoitlarga ega yozgi oshxonani ko'rasizlar. Okalarimiz ham bunaqa qora kalyonli oynalar bilan qaranglar. Yomon yasab qo'yishibdi, lekin mehr juda zo'r berilibdi. Hovliga kirib borarkanmiz, bizani ikki yoq tomonlama kattagina chiroyli yashil hudud kutib oladi. Endi binoni ichiga kirib sharoitlarni, planirovkalarini ko'ramiz. Ketdik. Uyga kirib kelganimizda chap tarafda birinchi ko'radigan joyimiz bu mana bunaqa dekoratsiyalar yasalgan vishelkalar, oynalar, tortmalar. Mana bu oyoq kiyimlarni qo'yib, mehki qilingandek o'tirib, bemalol kiyib, sekin chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi o'ng tarafdagi birinchi ko'radigan xonamiz bu ayollarimiz uchun mo'ljallangan mana shunaqa yorqin oshxona mebellarni qaranglar. Hamma ayollarning orzusi bo'lsa kerak. Oppoq qilib yasab qo'yishibdi. Bu yoqlariga qora kafillar qilingan va oshxonamizning bu yoq tarafida e'tibor bersanglar, oq dekorativni radiator. Bu ham palon-pul turadi, lekin okalar, imam yoqda hovliga qaragan, G shaklidagi juda ham katta rom. Kunduz kuni svetni yoqmasa, o'zi tabiiy oshxona yorug' bo'lib turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizni juda did bilan ta'mirdan chiqarishibdi. Yo'lak orqali bu yoqdan xollga kirib kelarkanmiz. Bu endi oilaviy o'tirsak bo'ladi yoki oshna og'aynilar yoki qarindoshlar kelib qolganda ham 3-4 kishi mazaq gaplashib o'tiriladigan joy qilinganda, chiroyli dekoratsiyalardan foydalanilgan, patologlarga e'tibor berasizlar, rilsli chiroylardan foydalanib, juda chiroyli zamonaviy lyustralar qo'yilgan va bu yoqda xollda ham dekorativni radiator plus mana bu yerda konditsionerlar, trubkalari hammasi qoldirilgan. Shuni olib kelib o'rnatsanglar bo'ldi. Xolldan ham hovliga qaragan katta panorama rom va bu yoq qismida biz rozetkalarni ko'ramiz. Bitta chiroyli televizor qo'yib qo'yib, mana bu yerga kichkinagina tumba yasattirib qo'ysak ham bo'ladi. Endi navbatdagi xonalarni ko'rishni davom etamiz. Zinalarni ko'rasizlar. Bu yoqdan yerto'laga va shu bilan birgalikda tepaga chiqsak bo'ladi. Uyga kirib kelganimizda to'g'ridagi xona bu mana marhamat. Mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan mehmonxona. U yoq tarafdagi dekorlarga alohida ahamiyat berib qo'yasizlar. Lekin juda did bilan ta'mirdan chiqarishibdi uy qurgan okalarimiz. Adashmasam, orqa tarafida hamchi 2 metr kenglikda joy qoldirilgan. Bu zo'rda. Havo aylanishiga mehmonxonaga yorug'lik tushishini ta'minlab beradi. Birinchi qavatimizdagi navbatdagi bu yoqdan xonani ko'radigan bo'lsak, unitaz, rakvina, o'zini vannalar joylashgan, mana bunaqa tilla aksessuarlardan foydalanilgan. Birinchi qavatimizdagi sanuzul bo'lsa, buni yonginasida marhamat yotoqxona. Bu birinchi qavatdagi oxirgi xonamiz. Bunda ham juda chiroyli dekorlardan foydalanishgan va orqa tarafdagi joyi mana shu rakursdan ko'rsatib ketaylik. Qo'shnilarning uyi hech qaysi joy ko'rinmaydi, hammasi o'rab yopib qo'yilgan. Biz bo'lsa pastga tushamiz. Binoyimizdan 50% yerto'la qilingan, xoll bilan kiraverish yo'lini tegi. Mana bu yoq ham bitta katta xona, hovliga qaragan romlar qilingan, rozetkalar qoldirilgan, foydalansanglar bo'ladi va bu tarafdan ayollarimiz uchun bankalar saqlash uchun alohida bitta холодный xona bo'lsa, bu yoqda uyimizning eng asosiy isitish tizimlari, sistemalar joylashtirilgan kotelning xonamiz bo'lyapti. Devorlarimizning rangiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana zinalarimizning rangiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, qanaqadir odamga yoqimli, приятный ranglardan tanlangan. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Chap tarafdan boshlaymiz. Xo'p, xonalarga kirishdan oldin kelinglar, balkonni ko'rsatib o'taylik. Qaranglar, qora oynalardan perelalar qilingan, kattagina keng balkoni bor ekan. Ikkinchi qavatimizdagi bu birinchi xonamiz, kattagina xona. Bunda ham katta romlardan foydalanilgan va buni qarshisida buni endi bolalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi. Bu sal kichkinaroq ekan. Zinadan chiqqanimizda to'g'rida yana keng yo'lak cho'ziladi.
va to'g'ridan bizni ikkinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalarni ko'radigan bo'lsak, buni yonida ikkinchi qavatimizdagi 3-xonani ko'ramiz. Xonaga kirishdan oldin bu yoqdagi garderobini qaranglar. Tayyor yasab qo'yilgan ekan va bu yoqda kravat qo'yish uchun joy, orqasi dekor qilingan. Uyimizning isitish tizimlarida aytib o'tib ketdik, radiatorlardan plus teplый pollardan foydalanilgan. Orqa tarafga qaragan bu yoqda ham kattagina romi qolgan. Endi oxirgi xonani ko'ramiz. Bu eng asosiy master spalni, ya'ni ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonaga kirganimizda yoq tarafda ham ko'rishingiz mumkin, kattagina mana bunaqa shkaf yasalgan, garderob, marhamat. Endi ichida o'zini yuvinish xonasini, hojatxonalarini ko'rasizlar va bu yotoqxonamizni mana bu yoq qismida ikkita rozetka qilingan, kravati bu yoqda tursa, bu yoqdan ham romlar tashab ketilgan. Uyimizni sizlarga to'liqligicha yoritib bera oldik deb o'ylayman. Qadrdonlarim, uyimizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Narxini 420 ming so'rashayotgan ekan. Kelishiladigan joylar bor, tepasida kelib savdo qurasizlar. Shayxontohur tumani Huvaydov mahallasida joylashgan.